Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarına başlayımız. Leksiyada sizga diyoruz. Washington'dan sözleyimiz. Biz sizlerge ötkende sözlü leksiyimizin en ahirki göz qaraşlarımız ve muhakeme bayallarımızın ahirde şundaq diyen edik. Hazır Amerika Qo'shma Shtatlarının Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Beijingni ziyorat qilyotdi. Reis Xi Jinping bilan ko'rishmamdi deb gumoniy jumla o'tirib qo'ygan edik. Bu qatim Reis Xi Jinping Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo bilan ko'rishishni rad qildi 8-kuni. Ana shundan keyin Amerika va Jungoga bog'liq o'tirdi yuz bergan vaziyatki o'zgarishlarni bugun sizlarga leksiya qilib so'zlaymiz. Hurmatli vatandosh. Birinchi leksiyaning birinchi mavzusi bunday. Prezident Trump yana bir qatam ogohlantirish berdi. 200 milliard 670 milyon dollarlik Jungodan import qilingan tovarlarga boj qo'ydigan bo'ldi. Mavzuli xabar 10-oyning 10-kuni Amerika ovozdan Xitoy til programmasi e'lon qilindi xabar. Bundaq boshladi. Washington Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump haftaning 2-kuni qayta ta'kidlab bundaq ko'rsatdi. Agar Jungo Amerikaning yaqindan beri Jungoga qo'llangan boj elish tadbirlariga qarata o'ch elishni yo'lga qo'ydigan bo'lsa, ya'ni 200 milliard 670 milyon dollarlik Jungo tovarlardan boj olamiz. Prezident Trump Aqsaroyda muxbirlarga mundaq ko'rsatdi. Bizning Jungo bilan bo'lgan munosabatimiz intayin yaxshi. Lekin sen bilishing kerakki, ular ya'ni Jungo ko'p yillardan beri har bir yilda bizdan 500 milliarddan dollar elib ketdi. Biz bundaq ishning qayta yuz berishiga yo'l qo'ya olmaymiz. Ko'p yillardan beri bu o'rindiqda o'tirgan kishilar bu masalani muhokama qilishi kerak edi. Sening qarashingcha Jungo har yili 200 milliard, 300 milliard, 400 milliard, hatta 500 milliard dollar. Bu qanchalik pul? Shuncha pulni elib kelsa Jungo, bu qanchalik pul? Biz yordam qilib Jungoni qayta qurib chiqdik. Agar biz mushunda qilmagan bo'lsak, Jungo balki hozirgi Jungo bo'la olmagan bo'ladi. Chataq yo'q. Biz bundaq bo'lishiga endi yo'l qo'ya olmaymiz. Prezident yana mundaq ko'rsatdi. Jungo kelishim imzolashga tayyorlik qilgani yo'q. Qaraganda Jungo kelishim imzolamoqchi bo'layotdi. Lekin Jungo tayyorlik qilgani yo'q. Bir qancha qatimliq yig'inni amaldan qoldirdik, chunki ular kelishim imzolashga tayyorlik qilgani yo'q. Kelishim ikki taraflik bo'lishi kerak. 25 yildan beri faqat bir yo'l bilan minib keldi. Biz bu yo'lni ikki odam minadigan yo'lga aylantiraylik. Biz ham Jungodan manfaat olaylik. Yangi boj qo'yib Jungoning o'ch elishiga taqobil turishiga tayyorlik qildingizmi deb savol qo'ygandi muxbir. Prezident Trump mundaq ko'rsatdi. Albatta, mutlaq shundaq tayyorlik qildik. Prezident Trump yana mundaq ko'rsatdi. Navbatda Amerika bilan Jungo o'rtasida savdo tijoratda tengsizlik, ularning ya'ni Jungoning bizdan o'ch olganligini ko'rsatib berdi. Prezident Trump mundaq ko'rsatdi. 100% agar ular o'ch oladigan bo'lsa, o'ch elish nima degan gap? Ular allaqachon o'ch oldi. Ular har yili 500 milliard dollardan elib ketdi. Men bundaq o'ylayman. Bu balki eng oxirgi o'ch elish.
Ötken ayda Prezident Trump Cungo'dan import kılıngan 200 milyard dollarlık tuvar malga baş koyuş tedbirini yolu koygan idi. Endi agahlandırıp mundaq degen. 200 milyardlık dollarga baş koyuş 24-nji gün 9-nji ayın 24-nji gün yolu koyuldu go. Bunu eslep ötüp atdı. Agahlandırıp mundaq degen. Eğer Cungo 3 eli şerkit kollanılgan bolsa yana kayta teheme köp baş koyamaz. Cungo kiyen 3 eliş bilen cevap kaytırıp Amerikadan import kılıngan 60 milyard dollarlık tuvar mallarga baş eleş tedbirine yolga koydu. Soğud uruşunun 3 türlük akıbeti Xi Jinping 3-4 bek korkudu. Soğud uruşunun 3 türlük akıbeti bunun içinde Reis Xi Jinping 3. türdü bek korkudu. Mavzulu haber 10. ayının 9. günü Dobit orbiti ilan kılındı. Haber mındak başladı. Bu yeni mavzu. Koriya matbuatları Soğud uruşu keltirip çıkırdıgan 3 xil akıbetini kıyas kılıştı. Cungo Amerika sodası umumyüzlük kengaygandan keyin Cungo kapital bazarının jazaga uçuruşup Cungoliklar eng korkadigan bir xil akıbetdir. Koriya Merkez Gazeti 10. ayının 9. günü haber kılıp mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Cungoga savdo urushi qo'zg'aganda Cungoning raisi Xi Jinpingga besim ishiltishni maqsad qildi. Cungo navbatda mudofaa o'rnida turyapti. Kelib chiqadigan oqibat 3 xil oqibatdir. Birinchi, Cungo savdo urushi jarayonini murassa qilishi mumkin. Agar Cungo Amerikaning talabi bo'yicha qizil raqamni azaytadigan bo'lsa, az bo'lmagan ziyon tortadi. Cungoning eksporti 17% chamasida to'lab ketadi. Ya'ni aziyib ketadi. Davomini anglaysizlar, hurmatli vatandoshlar.